Sizga aytsam, hurmatli pillakorlar, bir korobka qurtga 60 kvadrat joy kerak bo'ladi. 60 kvadrat joy bo'lsa, bir korobka qurt bemalol siqilmay, netmay katta bo'lib oladi. Xo'p, endi siz stilajli qilib boqadigan bo'lsangiz, temir lesalardan foydalanib, mana bunaqa pitiyorga taxtalardan foydalanadigan bo'lsangiz, 3 etaj qilib boqsangiz ham bo'ladi uni bemalol. Xo'p, hozir biz mana 2 etaj qilib boqqanmiz. Hozirda mana 2 etaj stilajda. Adashmasligingiz uchun sizga mendan bitta nima deydi? Fikr, o'zim tajribamdan kelib chiqib aytaman. Mana bu o'ng tarafimizda turgan stilajimiz yana 120 bo'lib qolgan. Bu yana 120 bo'lib qolgani kichkina bo'lib qolgani. Buni kamida 150 yoki 160 qilish kerak bo'ladi. Ana o'shanda solgan bargiz mana bu yerga taqalib qolmaydi. 160 bo'lsa, 150 bo'lsa mana bu yerda bo'ladi. Solgan bargiz bir qarich ichkarida qoladi. Shunda ha deb qurtingiz yerga oqib ketavermaydi. Mana hozir ikkinchi etajimizda hozir ana bu chekkadagini g'anglab tepaga olamiz, ikkinchi etajga olamiz. Birinchi etajga обязательно qog'oz solish shart. Albatta qog'oz solishimiz shart. Chunki qurtlar pastga oqib ketishi mumkin. Va mana bunday salafan qilib solib qo'yibmiz. Kechqurun eringanmiz, buni taklab qo'yamiz, tagiga chiroyli qilib yozib, qurtlar pastga tushadi va salafanni tortib olib, salafanga tushgan qurtlarni biz tepaga olib qo'yamiz yana qaytadan. Xo'p, ikkinchi etajimiz mana. Tipalar mana bunday bo'lgan. Mana baquvvat xudo xolasa, agar imkonim bo'lganda buni 2 qator qilib, boshqa chiroyli taxtdan qilib olsa, yana ham zo'r bo'lardi. Xo'sh, qurtlarimiz hozirgi kunda mana bir barmoq bo'lgan, bir barmoqqa yetib keldi qurtlarimiz xudo xolasa. Xo'sh, bugun g'anglaydigan joylarda g'anglaymiz. Ular uxlayotgandan olib mana. Qarang mana. Yo'lbarslarim, meni yo'lbarslarim. Har kuni bir sidra 3 mahaldan qurtlarni bir terib olish kerak, yerga tushib ketmasligi uchun. Mana bunisi mana yerga tushib olib yuribdi mana. Mana bular yerga tushish harakatida mana. Bularni tepaga olib qo'yamiz. Mana stilajli qilishni yana bitta afzallik tomoni, tepadan osilib qolgan qurtlar pastga bemalol tushib pastda yuradi. Va mana bu yer qog'oz bo'lgani uchun pastga oqib ketmaydi. Pastga oqib ketmaydi, xudo xolasa. Xo'p, mana bunaqa ochko'zlarni olib qo'yamiz tepaga. Bular bir uxlab turgandan keyin bular to'ydirib bo'lmaydi keyin. Xo'sh, azizim, yerda uxlab qolibdi, bittasi mana. Voy, qani, voy jonim ey. Shuna qilib, mana aytganimdek, so'kchayda 160 qilinsa, endi o'shanda qurt yerga oqib ketmaydi, bemalol boqsangiz bo'ladi. Xullas, shunaqa gaplar. Mana bu birinchi hosilimiz, qaysinisidir o'rab qo'yibdi. Bunaqa hosilchalardan 2-3 ta bor. Bu degani umid bor degani, xudo xolasa. Xullas, shunaqa gaplar azizlar. Mana ikkinchi etajimizga, mana bu yerga taxtamiz yetmay qoldi. Xo'p, bu tomondagi stilajimizda yana 240, ya'ni 6 ta blok 240. Buni endi 680 qilsa bo'laveradi. Xullas, 6 metrlik taxta rovna tushgan. Bu yerda g'anglash uchun mana 1 metr joy bor. Bu yerda yana g'anglash uchun 1 metr joy bor. Agar siz shlaka blokni batta hozir 9 qator urilgan, 11 qator uriladigan bo'lsa, balandligi 3 etaj qilib bemalol boqsangiz bo'ladi. 3 etaj qilib. Va yana ro'paradagi stilajimizda orasi 3 ta shlaka blok, ya'ni 60 sm bo'lib qolgani uchun biroz pakana bo'lib qolgan. 2 marta g'anglashga to'g'ri keladi, top qurt bo'lguncha. Va mana bu yerdagisi esa mana 4 ta shlaka blok, ya'ni 80 sm. Faqat buni bir martagina g'anglanadi va pilla o'rashga tayyor bo'ladi bu tomon, xudo xolasa. Xullas, shunaqa gaplar azizlar. 2025-yil 11-may sanasi Furqat tumanida pilla yetishtirish bloger Farhod Temurtirnoq shaxsan o'zimni pillaxonamdan olib boryapman. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.